Abdulla Qahhor Anor kitobidan To'yda aza hikoyasi. Zo'ri behuda miyon mishikan. Dotsent Muxtorxon Mansurov nihoyatda istarasi issiq, nihoyatda dilkash chol. Shu qadar dilkashki, uni ko'rgan kishi har faslning o'z husn latofati bor degan gapni yil fasllari to'g'risidagina emas, umr fasllari to'g'risida ham aytsa bo'lar ekan deb qolardi. Uning bitta ikkita qora to'pchab berib qolgan oppoq cho'g'i soqoli. Yo'pirmoy, soqol ham odamga shuncha yarashadimi-ya? Cholni bunchalik istarasi issiq, dilkash qilgan soqolidan tortib yurishigacha hamma narsasini, har bir harakatini chiroyli, yoqimli qilib ko'rsatgan, ehtimol uning odamoxilligi ham bo'lsa. O'zi shunaqa bo'ladi-ku, yaxshining yuzida zirik ham qol bo'lib ko'rinadi. Ammo lekin Muxtorxon domla nafsil amriga odamning joni edi. Uning xushfe'lligi, toparligi, mahallada katta-kichik hamma bilan salomlashar, yosh bilan yosh, qari bilan qari bo'lib gaplashar, xursand kishi bilan chaqchaqlashib, xafa bilan dardlashar edi. Bu odam mahalla hayotiga har bir kishining diliga kirib, shu qadar singib ketgan ediki, ta'tilga yo xizmat safariga ketsa, butun mahalla hovullab qolganday bo'lar edi. Kunlardan bir kuni mahallada duv gap bo'lib qoldi. Muxtorxon domla uylanarmishlar. Domla bundan 3 yil burun beva qolib, unga goh singlisi, goh uzatgan qizi qarab yurar edi. Uning niyatini eshitib, mahallada xursand bo'lmagan odam qolmadi. Hech kim qaragan chog'ida juftidan qolmasin. Osonmi? Kichi nima bo'lishini bilmaydi-ku. Boshi yostiqqa tegishi bor. Qara odamga mahram kerak. Hali hech kim ko'rmagan bo'lsa ham, Muxtorxon domla yoqtirgani uchun juda aqlli, tamizli ayol chiqishi muqarrar bo'lgan kelinni hamma g'aybona yaxshi ko'rib qoldi. Mahallamizning to'layi bor ekan, deyishar edi. Domla otaxonimiz edilar. Kelinimiz bizga onaxon bo'ladilar. Mish-mish rost bo'lib chiqdi. Domla bozor qilishni, magazinga kirishni jinidan battar yomon ko'rar edi. Kimdir uni bermangda navbatda turganini ko'ribdi. Ertasiga choyxona oldidan chamandagil do'ppi kiyib o'tdi. Mahalla faollari kengashib, mahalla nomidan yaxshiroq bir to'yana qiladigan bo'lishdi. Ularning fikricha, bu narsa kuyovga ham, kelinga ham butun aholining hurmat va muhabbatini izhor qilish kerak edi. Shu orada domla qayoqqadir ketib, bir haftadan keyin paydo bo'ldi. Uning avtobusdan tushib kelayotganini ko'rgan choyxonadagi odamlar hang-mang bo'lib qolishdi. Chol o'lgur soqolni, shunday chiroyli soqolni tag-tugi bilan qirdirib tashlabdi. Achinmagan, xafa bo'lmagan odam qolmadi. U biron yoqqa borib qaytganida choyxonaga kirmasdan, katta-kichik bilan ko'rishib, hol-ahvol so'ramasdan o'tmas edi. Hozir choyxonaga yaqinlashganida ko'chaning narigi yuziga o'tib oldi-yu, yerga qarab jadallagancha o'tdi ketdi. Uning o'zigagina emas, butun mahallaga fayz kirgizib turgan soqolni oldirgani, buning ustiga yana choyxonani chetlab ba'zilarni tashvishga solib qo'ydi. Domlamizga nima bo'ldi ekan? Domlamiz nega bunaqa bo'lib qoldi ekan? Domlaga hech bir g'ubor qo'nishni istamagan boshqalar bu ikki gunohni bir-biriga yegizib, uni oqlashga tirishdi. Domlamiz biron xayolga borib soqolini qirdirgan-u, hozir pushaymon. Uyalganidan bizga ro'para bo'lmadi.
Oradan ko'p vaqt o'tmay choyxo'rlardan biri qiziq bir gap topib keldi. Bu yigit domlani shaharning narigi chekkasidagi parkda ko'ribdi. Domla boshida chamondagul do'ppi, egnida kalta va torshim, katak ko'ylak, yengini baland shimirgan, bilagida kattakon tilla soat, o'zi yakka pivo ichib o'tirgan emish. Uning bunday odati yo'q edi. Shuning uchun yigit hayron bo'lib biroz qarab turdi. Domla 2 shisha pivoning ustidan 100 gram aroqni bitta otib o'rnidan turibdi-yu, gulchidan kattakon guldasta sotib olib, parkning orqasidagi jin ko'chaga kirib ketibdi. Bu gapni eshitib, odamlarning dami ishiga tushib ketdi. Ba'zi birovlarning ko'ngliga allaqanday jirkanch, domlaning sha'niga hech to'g'ri kelmaydigan gaplar keldi. Shunda mahallaning qariyalaridan biri, Karim ota, hozir ba'zi birovlarning ko'ngliga keladigan gapdan ham xunukroq bir taxminni aytib qoldi. Xayr, ishqilib oxiri baxayr bo'lsin, dedi. Kelinimiz yoshga o'xshaydi, qiz bo'lmasa deb qo'rqaman. Karim otaning bu taxmini domlaning keyingi vaqtlardagi raftoriga qaraganda ehtimoldan uzoq bo'lmasa ham odamlarga qattiq malol keldi. Bir-ikki kishi Karim otaning dilini og'ritdi. Biroq oradan ko'p vaqt o'tmay Karim otaning taxmini to'g'ri chiqib qoldi. Domla o'zining talabasi 20 yashar bir juvonga uylanayotgan emish degan gap tarqaldi. To'yga yaqin qolganda kelin ko'chaning boshida atelyaga ko'ylak buyurgani kelgan ekan. Nima bo'lib bundan xabar topgan ayollar ko'rgani borishdi. Kelin darhaqiqat yosh, lekin xuddi qiziqchilikka semirgandek yum-yumaloq, egnida yengsiz qizil ko'ylak, boshida po'pichakning tojiga o'xshagan qizil shlyapa, qo'lidagi sumkasi, oyog'idagi poshnasi, bir qarsh tuflisi ham qizil. Uni adovat va nafrat bilan boshdan oyoq kuzatgan ayollardan biri burilib atelyadan chiqib ketar ekan. Qo'rosqandga o'xshamay o'l, dedi. Qarigan chog'ida qo'rosqand yalamay domla ham o'lsin, dedi yana biri. Bu laqab darrov tarqalib ketdi. Domlaga qo'l urish bilan mahallaning fayzini o'g'irlagan, odamlarning dilini hamisha yoritib turgan chiroqni so'ndirgan bu ayolni ko'rgan ham, ko'rmagan ham toshini teshadigan bir g'azab bilan yomon ko'rar edi. Bu g'azab odamlarning ko'nglidagi domlaga bo'lgan hurmat va muhabbat tuyg'usini chirita boshladi. Bora-bora domla deganda odamlarning ko'ngliga g'ashlik tushadigan bo'lib qoldi. Domla shuni o'zi sezsa kerak, mumkin qadar odamlarning ko'ziga ko'rinmaslikka tirishadigan bo'ldi. To'y kelinnikida bo'lib o'tdi. Buni mahallada Karim otadan boshqa hech kim bilmay qoldi. Karim ota ham to'yga emas, kabob pishirib bergani chaqirilgan ekan. Bundan xabardor bo'lgan mahalla yoshlari uni hol-joniga qo'ymay choyxonaga olib chiqishdi va to'y qanday o'tganini gapirib berishga majbur qilishdi. Karim ota birovning sirini aytmayman deb avval tarqashlik qildi-yu, bir-ikki savolga javob berganidan keyin qulfi dili oshilib ketdi. Ikki gapning birida peshonasiga urib, goh bo'g'ilib, goh qotib-qotib kulib, odamlarni kuldirib hikoya qildi. To'yga kelin tomondan 50 ga yaqin, kuyov tomondan 8 kishi aytilgan ekan. Ikkala tomondan hammasi bo'lib 11 kishi kelibdi. Bir dutorchi, 2 ashulachi va Karim ota ham shu hisobga kirar edi. Soat 6 ga belgilangan to'y soat 10 dan oshganda boshlanibdi. Kelin birpas boshiga oq ro'mol yopinib o'tiribdi-yu, 1-2 qadaq ichgandan keyin alamiga chidolmay o'yinga tushibdi.
Domla chapak chalibdi, ashulaga qo'shilibdi. Ha aytganday, dedi Karim ota piqirlab kulib. Domla sochlarini bo'yabdilar. Azbaroyi xudo, kuya tushgan po'stakka o'xshaydi. Mayli, bo'yoq to'pilgan bo'lsa bo'yalsin, lekin shu bo'yoq bilan qilig'ini ham bo'yashga, sochiga mos qiliqlar qilishga urinsa uncha yaxshi chiqmas ekan. Darhaqiqat, domlaning fikr yodi o'zini iloji boricha yosh ko'rsatishda bo'lib qoldi. U nima qilsa, nima desa shuni esdan chiqarmas, yosh ekanini ko'rsatish uchun qulay kelgan hech bir imkoniyatni qo'ldan bermas. Hali yoshsiz degan kishiga jonini, jahonini berishga tayyor edi. To'ydan keyin oradan bir oy o'tar o'tmas, kelin g'alati bir dardga yo'liqdi. Ba'zan kechalari hadeb tushkiradigan bo'lib qoldi. Shifokorga ko'ringan ekan, shifokor bu dardning davosi dengiz havosi debdi. Domla ertasi ertalabdan idorama yugurdi. Soat 4ga qolmasdan yo'llanma bilan poyezd biletini keltirib kelinga topshirdi. Kechqurun eshik oldida ko'kish taksi kondarang bo'ldi. Domla kuni bo'yi yelib yugurib holdan toyganiga qaramay, ikkita og'ir chamadonni mashinaga o'zi olib chiqdi va yukxonaga o'z qo'li bilan joyladi. O'sha yengsiz qizil ko'ylagini, qizil shlyapasini kiyib, hovlidan yana qo'rosqand bo'lib chiqqan kelinga mashinaning eshigini ochib berdi. Keyin chiqib yoniga o'tirdi. Mashina jo'nadi-yu tezlatib do'ngroq ko'prikdan o'tishda nima bo'lib yukxonaning qopqog'i bir ko'tarildi-da, boyagi ikkala chamadon otilib chiqdi. Ikkala chamadon xuddi bir-biri bilan chopishganday irg'ashib talay yergacha boribdi-yu, biri yo'lning o'rtasida, ikkinchisi yo'lakchaga chiqib to'xtadi. Shofyor bundan kechroq xabardor bo'ldi shekilli. Mashina 40-50 qadam narida to'xtadi. Mashina to'xtashi bilan domla eshikdan otilib chiqdi. Chamadonlarga qarab yugurdi va ketidan chopgan shofyor choyxonadan yugurib tushgan 3-4 kishining ko'magini rad qilib, har birini bir odam zo'rg'a ko'taradigan 2 chamadonni o'zi yakka ko'tardi va mashina tomon yurdi. U yarim yo'lgacha chamadonlarni ozod ko'tarib, bardam qadam tashlab bordi-yu, undan nari rangi oqarib, tizzalari qaltirab, tentiray boshladi. Shundoq bo'lsa ham, nomus kuchi bir iloj qilib mashinaga yetib bordi. Chamadonlarni qo'ydi-yu, birdan ko'zlarini ishqab, mashinaga kirib ketdi. Shofyor chamadonlarni yaxshilab joyladi. Mashina qo'zg'aldi-yu, 10-15 qadam yurmasdan birdan eshigi ochildi. Qo'rosqand dodlagancha o'zini yerga otib, 2-3 dumalab ketdi. Odam yig'ildi. Qo'rosqandni ko'tarib olishdi. Qo'rosqand gapira olmas. Dir-dir titrab, kishnagandek bir tovush chiqarar va qo'li bilan mashinani ko'rsatar edi. Bir necha kishi mashina tomon yugurdi. Shofyor qo'rqib, nima bo'lganligiga tushuna olmay, bir chekkada turar edi. Odamlar mashinani ochib qarashsa, domla o'lib qolibdi. Ertasiga domlani ko'mish marosimi bo'ldi. Marosimga mahalladan odam ko'p qatnashmadi. Aftidan domla ko'p odamning qalbida bundan bir oy burun o'lgan. Ko'plar o'sha to'yni domlaning janozasi hisoblashgan edi. Shu bilan hikoya tugadi. Bu hikoya 1956-yili yozilgan ekan. Bu video hammaga manfaatli bo'lishi uchun ozgina qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman.